Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar va men bilan bog'lanib turgan O'zbekistonning ko'pgina viloyatlaridan, Vodiydan, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryodan barcha ustalarga alangali salomlar bo'lsin. Rahmat. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik qiziqib mana shu kanalimga bog'lanayotganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimda o'zi asosiy ochishdan maqsad mana shu elektronika sohasida juda ko'pgina muammolar paydo bo'lyapti. Juda ko'p. Ularning yechimini topish, yangilikka bo'lgan odamlarning qiziqishini so'ndirmaslik. Ya'ni bilyapmiz, yangilik kirib keldi, elektroskuter, elektromobil, undan oldinlari uyimizda ishlatiladigan bitovoy texnikalar, ularni ta'mirlashda o'zingiz o'ylang, uyda birorta elektron jihozni foydalanayotgan bo'lsangiz, buzilib qolsa, uni ta'mirlaydigan usta yo'q, u yotadi shunday. Chunki uni o'zingiz ham tushunmaysiz, uni sozlaydigan usta ham yo'q. Endi tasavvur qiling. Bu juda qiyinchilikka olib keladi. Ya'ni o'sha bitovoy texnikalarning sotilishiga unga bo'lgan talablarni kamayishiga olib keladi. Agar uni ta'mirlaydigan usta bo'lsa yoki uni ta'mirlash oson bo'lsa, albatta undan hayotingiz davomida foydalanishingiz keladi. Juda biz yetib olmayapmiz o'sha jarayonga, yangilikka moslashganimizcha ancha vaqt o'tib ketyapti. O'sha narsani tezroq, mukammalroq o'rganish uchun mana shu kanalimni ochganman va o'sha narsani yoritib berishga harakat qilaman. Rahmat. Shunchalik Farg'onadan bir akamiz bog'landi. Men dedi tranzistorlar haqida, ya'ni miyalarda tuzilishi haqida bilmoqchi edim. Qiziqyapman o'sha narsaga. O'zi usta ekan, lekin o'sha boshlang'ich tushuncham yo'q. Shu haqda menga video qilib bersangiz degandi. Albatta bu inobatga olinadi. Rahmat. Shunchalik. Bilim bilan boylikning shunday farqi borki, bu boylikni qanchalik sarflasangiz, u sarflanib tugaveradi. Lekin bilimingizni qanchalik sarflasangiz, o'sha bilimingiz yana ham oshib ketaveradi. Savollarga javoblar, yana savollar va hokazo bilimingiz mustahkamlanib, yanada siz bilimingiz oshib ketaveradi. Men bu narsani qizg'onmayman. Asosiy maqsadim ham bu kanalni ochishdan asosiy maqsadim ham o'sha. To'g'ri, uzr so'rayman. Ba'zilaringiz telefon qilyapsizlar, men bilan bog'lanishga qiynalyapsizlar. Ba'zida ko'tarilmay qolyapman, chunki bu yerda ham ishlarim juda ko'p. O'zimga yarasha ishlarim bor. Bosh og'riq. Ustalarning ishini tushunasiz, bosh og'riq. Nima uchun ustalar ba'zida qaysar, qo'polroq qilib aytadigan aj bo'lib qoladi deydi-ku. O'sha ishlarning ko'pligidan yangilik kirib kelyapti. Bas ta'mirlagan jihozlaringiz yana qaytib kelsa, birorta muammo bilan, ayniqsa mijozlaringiz o'shadan shikoyat qilib, siz ta'mirlab bergan edingiz, o'sha narsa shunday bo'lib qoldi, buzilib qoldi, ishlamay qoldi deganda, yana ham ilashib turgan asab tolalaringiz yana uzilib ketadi-da. Bunday olganda oddiy qiziqarli qilib aytadigan bo'lsak, ustaxonamizda juda qiziq voqealar bo'ladi. Uni gapirib bersam, u bir katta bir soatlik bir video bo'lib ketadi. Yaxshisi yangilik haqida sizlarga ma'lumot bersam, yaqinda bilsalaringiz Namanganga jelezofosfatli akkumulyatorlardan 30 amperlik qilib balansировочный domeslar qo'yib jo'natavergandim. O'sha akamiz ham yaxshi aytayotgan ekan. Masalan, bir zaryadi bilan 80-90 kilometr yurayotgan ekan. 30 amperlik 3 oyoqli elektroskuterda. Endi buni sizlar bilan aytganimdan ko'ra ko'rsatganim yaxshi. Lekin u Namanganga borishimga to'g'ri keladi. Menda esa bunday imkoniyat yo'q. Shuning uchun yana bitta biz akkumulyator tuzib, bugal Xorazmga jo'natdik. Jo'natishdan oldin video qildim. O'shani ham qiziq tomoni,
Namanganga jo'natgan anodan tashqari farqli, akkumulyatordan farqli. Bunda Smart BMS joylashgan. Smart degani aqlli BMS, ya'ni o'sha nazorat qiluvchi sistema joylashtirilgan. Keling shuni videoni ko'raylikda, keyin suhbatni davom ettirsak, o'zingiz fikr mulohazalaringizni keyin bildirasiz. Unday bo'lsa boshladik. Oldingi safar Namanganga jo'natgandik. Bu egasi hozirgi Xorazmlik ekan. Xorazmlik akamiz elektr murovayaga tuzdiryapti. Железофосфатный akkumulyator. Bu oldingisidan juda boshqacha. Bu bulin tusli, ya'ni balansировкасini ko'rsatib turadigan akkumulyator komplekt hisoblanadi. Hozir zaryad olyapti. Bu biz ikkita zaryadchikni zaryadlab ko'rdik va ikkisining ham farqini ko'rdik. Bu kichkinasida kam olayotganini, kattasida esa ko'proq olayotganini. Hozir sizga uning balansировка holatini telefonda Bluetooth orqali ko'rsatamiz. Rasmlarda ko'rib turibsiz, akkumulyatorning qanday bankachalardan tashkil topganini. Oldingi safargisi to'rtburchak edi, bilasiz, oldingi videomizda ko'rgansiz. To'rtburchak edi, bunisi bankasmon ko'rinishda. Endi uning balansировкасini hozir ko'ramiz. Sen ko'rsat. Telefonga buni o'rnatamiz. O'zining maxsus programmasi bor. Avtomatik batareya deb chiqadi. Bog'landi. Mana hozir bog'landi, mana holati. 67. Hozir berayotgan to'kim voltmi mana bu? Ha, ichidagi bor zaryadi. Ha. Ko'ryapsiz, mana 67 volt. Aha. Mana bu hozir katta quvvatli 500 watt zaryadchi qo'yib qo'yibmiz. Точно ko'rsatyapti. 501 watt. 60 amper. 50-508 amper batareykaning ichki sig'imidagi zaryad quvvati 93% bo'ldi. Batareyka tipi litiy железофосфат, ketma-ketliklar soni 20 ta. O'zi bu Smart BMSimiz 24 ga moslangan, lekin biz buni 20 ga ishlatganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana qizil indikatorda yonib turgan zaryadlar miqdori kam, ko'k yonayotganlari ko'p. Qizildagilarga yashil va ko'kdagilardan tashib o'tkazadi. Avtomatik Smart BMS, mana balanser yoniq, discharge, ya'ni motorga chiqish yoniq, charger, bu o'zingiz bilasizlar, zaryadga olishim yoniq. Keyin nastroykasiga o'tamiz. Mana bu yerda o'zining kodi bo'ladi. Hamma o'zining ehtiyoji va talabiga qarab kod qo'yadi. Kod qo'ygandan keyin mana begona kishi ocha olmaydi. Hozir spesial xato berdim. Mana ochildi. Mana tepadagilar batareya tipi litiy железофосфат 20 ta ketma-ket 60 amper battery capacitor deb yozilgan inglizchalab. Batareykaning ichidagi volt 0.10 voltga radiya qiladi. Ichidagi quvvat 67-42 volt, 7 amper nagruska bilan balans qilyapti. Mana bu yerda batareykaning boshqa nagruskalarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni har bir yacheykalar soni qanday turibdi, ichki qarshiligi, necha voltda avtomatik ajratishi, necha voltga tushganda avtomatik o'chirishi hammasi kiritilgan. Lekin sizlarga maslahatim, bu yerga kirib o'zgartirmaganlaringiz ma'qul. Bu yerga tegimli yopib qo'yamiz. Keyin mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, 3-etap. Charger yoniq, zaryadga oladi. Discharger avtomatik orqaga обратный chiqarish. Keyin balans ham yoniq. Biz hozir mana shu yerdan, mana ko'rishlaringiz mumkin, zaryadchini ko'rsating, mana yerga oldiga. Zaryadga ketyapti. Biz mana discharger bo'limini mana shunday o'chiradigan bo'lsak, zaryadga olishdan to'xtaydi avtomatik. Okeyni bosasiz. Mana o'sha to'xtadi. Mana discharger ham o'chik. Mana.
Buni hozir yoqamiz. Ikkalasini birdaniga yonmay ko'rsating. Yonma-yon ko'rsat. Zaryadga boshladi. Mana dischargerni o'chirib qo'yibman. Bu zaryadga oladi, lekin muroviga qo'ysangiz chiqish yo'q. Ya'ni yurmaydi. Demoqchi bo'lganim, bu mana shu batareykaning qulaylik tarafi. Siz albatta smart BMS qo'ygan holatda mana shunday qilishingiz mumkin. Ya'ni qulflab qo'yish imkoniyati bor. Dischargerni o'chirasiz, tamom. Muroviy zaryad to'la, lekin yurmaydi. Sizni telefoningizga ulanadi, o'zini parollari bor. Mana uni qo'shib qo'yamiz. Chunki bu hozir mijozimizga, egasiga, o'zini haqiqiy egasiga jo'natiladi. Bu mana shu yerlarda nima xatolik bo'lishi kerak emas bizda. Mana ko'rsatib mumkin. Kichkina zaryadchikda 2-3 amper soat. Endi buni hozirda biz ha yo'q. Katta zaryadga qo'ysak, Mana hozir nol holatda turibdi, yana katta zaryadchikka o'tkazdik. katta zaryadchikda salikam 7,5 amper beryapti. Endi bu yerda biz nimani hisobga olamiz? Qarang. Katta zaryadchikda 60 amper bizim akkumulyatorimiz bo'lamiz 7,4 ga 8 soatda to'ladi. Nargi zaryadchigimizda bo'lsa 2,3 26 soatda to'ladi. Oradagi farqni ko'rishingiz mumkin. Biz bu batareykamizga maksimal 40 ampergacha zaryadlasa bo'ladigan zaryadchikka talabiga javob beradigan BMS qo'yganmiz. Hozir buni tortib ko'rsatamiz. 60 volt, necha amperlik? 60 amperlik jelezofosfatli akkumulyatorimizni og'irligini ko'rasiz meniki. Mana hozir 0 da tarozimiz. Tarozimiz 0 da turibdi mana. Mana 25 dan oshiqroq ekan. 25 56 gram. 25 kilo 55 gram ekan mana. Endi balandligi bo'yi nechalik? 58 cm, 14 cm, 17 cm. Xullas qalam 50 cm ekan. Bundagi necha? 14 cm, bundagi 17 cm ekan. Bundagi 17 cm ekan. Endi o'zingiz kubasini, ya'ni hajmini bemalol o'lchab olishingiz mumkin. Ha, ham o'zining joyiga tushadigan qilib joylashtirilgan. Agar siz ko'tardan, agar siz o'zining akkumulyatoridan qo'yaman desangiz 60 amperlik u bir kishi ko'tarilmaydi. Mana buni hozir bemalol 25 kg bir kishi ko'tara oladi. Olib qo'yish mumkin. O'zingiz guvohi bo'ldingiz mana. Mana jarayonni videoni ko'rdingiz. Bu juda qiziq va yangilik. O'sha tuzib bergan ukamizni telefon nomerlarini qoldirganman. O'shanga murojaat qilib buyurtma berishingiz mumkin. Buyurtmalar albatta mening nazoratim ostida bo'ladi. Chunki men telefon nomerimni kirityapman mana. Sababi ko'pgina sabablarga ko'ra ukamiz nima deydi? Hali yosh. Esdan chiqib qolishi mumkin, keyin buyurtmalar olyapti ketma-ketiga. Buyurtmalar ustiga ustma-ust buyurtmalar olgandan keyin albatta mahsulotni chekkadan olib kelamiz biz ham. Chekkadan olib kelamiz va uni sifatini, har bitta akkumulyatorlarning sifatini tekshiramiz. Tekshirib, uni joylashtirib, uni o'rab bilasiz, uning jarayoni bir kishiniki bir kun vaqt oladi. Albatta bir kun vaqt oladi. Masalan, birdaniga 10 ta yo 5 ta 10 ta tushsa, bilasiz, mijozlarimiz, ya'ni klientlarimiz kutib qoladi. Va nima deydi? Bilasiz, pulni oldindan beriladi. Pulni oldindan berilgandan keyin o'ylaysiz, men firibgarga uchramadimmikan? Baribir telefonga ayniqsa bu jarayon unchalik tezlashadiki, mana xavotir tezlashadiki, telefoningizni ko'tarmay qolishi mumkin. Uning telefoni bezovta bo'lishi mumkin, yo biror ish qilib yotgan bo'lishi mumkin. Telefonni siz qilasiz, telefon qilasiz, bezovta bo'lib boshlaysiz. Men firibgarga tushib qoldimmikan, aldandimmikan degan.
Shuning uchun mana bu o'zimning telefon nomerlarimni qoldiryapman. Yana ham ko'tarilmay qolsam yana boshqa telefon nomerini kirityapman. Shuning uchun sizlarga iltimos. Buyurtmalar ko'p bo'lib qolgani uchun ba'zida telefonlarimiz ko'tarilmay qolamiz. Ishimiz ko'p bo'lib qolganda, telefonimiz qolib ketadi, yo zaryadkada qolib ketadi yoki bo'lmasam ovozsiz holatga qolib ketgan holatlar bo'ladi. O'shanda ko'tarilmay qolishimiz mumkin. Hech bo'lmasam SMS qilib yozib yuborsangiz ham bizni SMSlaringizni o'qib ko'rib sizga javob qaytaramiz. Albatta telefon qilamiz. Albatta ishonchli, chunki aldash yaxshi narsa emas. Bu oxiri yo'q narsa. Bu ishonchli bo'lishi kerak. Mana shu ukamiz ham yosh, albatta ko'p narsalarni tushuntirib boryapman o'zim. Ishonch bu juda yaxshi narsa. Ishonchni oqlash qiyin. Chunki yillab, 10 yillab, bir necha 10 yillab odamlar ishonchini oqlab, bitta xato ishimiz bilan sizlarga yolg'on odamga aylanib qolamiz. Shunchalik nima deydi? Mas'uliyatli ish bu. Shuning uchun ham bizni to'g'ri tushuningizlar. Biz bilan bog'laning, qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam qilamiz. Ayniqsa ustalar. Ustalarning telefon nomerlarini qoldiraman. Mana video oxirida to'liq qaysi viloyatda, qaysi tumanda ustalarning ismi, familiyasigacha yozib qoldiraman. Va o'sha tumandagi yoki o'sha viloyatdagi ustalar o'sha ustalar bilan odamlar, aholi o'sha ustalar bilan bog'lanishadi. Videoda ko'rib turibsiz, yaqinda nima deydi? Yaqinda shogirdimiz 10 millionga, 12 million, 10 millionga, adashmasam 10 millionga olib keltirdi bir apparat. Ya'ni o'sha akkumulyatorlarni tuzatgan точный svarkali apparat olib keltirildi. Ichida o'zining ko'pgina funksiyalari bor. Har xil turdagi akkumulyatorlarni nima deydi, bir-biriga payvandlab tuzadi. Sifat darajasi juda zo'r. To'g'ri, payallik bilan, olva bilan payatlab chiqarsa ham bo'ladi, lekin payallik bilasiz qiziydi. Qizigandan keyin akkumulyatorda qizish albatta yaxshigina ta'sir qiladi, uning funksiya ichidagi kimyoviy jarayonlarga ta'sir qiladi. O'sha qizimasligi uchun o'sha точный svarkalar nima deydi, ishlab chiqarib boshlandi. O'sha sifatli, ishi juda sifatli bo'lgani uchun, yaxshi bo'lgani uchun oldingisi sali kuchsizroq точный svarka edi, bu galgisi katta quvvatdagi точный svarkani olib keldi va o'sha jarayonni tushirdi. O'zingiz videoda ko'rib turibsiz, akkumulyatorlar, jelezofosfatli akkumulyatorlar bor. Apparati bor, ko'rib turibsiz, apparatlari bor meniki. Bundan tashqari o'sha BMSda ulayotgan vaqtda, mana BMSlarni ham ko'rib turibsiz, BMSda ulayotgan vaqtlarida bilasiz, har bittasini nazorat qiluvchi elektr simlari bor. Elektr simlarni bog'lab chiqadi va o'sha orqali har bitta yacheykadagi holatni telefonda tekshirib turadi. O'zingiz video davomida ko'rdingiz. Har bitta akkumulyatorda nazorat qilish, undagi ortiqcha zaryadni boshqasiga berishini ko'rdingiz. Zaryad olayotganda zaryadchiklarni ham ko'rdingiz. Zaryadga olayotganda katta zaryadchikdan ko'proq amper berishini, kichik zaryadchikdan esa kamroq zaryad berayotganini o'zi ko'rib jarayonni ko'rdingiz. Biz ochiq-oydin tushuntirishga harakat qilamiz. Albatta bu yerda ishlar kichkina nima deydi, ko'payib ketyapti. Videolarni juda kam to'g'ri tushiraman. Qancha ko'p video tushirsam shuncha yaxshi. Sizlar uchun ham yangilik bo'laveradi. Lekin vaqt degan narsa bor. Uydagi ishlar, undan tashqari, bu yerda ishlardan tashqari uydagi ishlar, yakshanba kunlari ham uyda ham o'zimning shaxsiy ishlarim bor. Shularni amalga oshirishim kerak. Shuning uchun ham ko'p videolar tayyorlashga hech vaqtim bo'lmayapti.
ayrim vaqtlarda qisqa videolar tayyorlayapman. Albatta yaxshi bu. Lekin nima deydi? Qancha ko'p bo'lsa, uzun videolar ko'p bo'lsa, sizlar uchun tushunarli bo'ladi. Men o'sha bilimlarimni sizlarga yaxshiroq yetkazib berishga harakat qilaman. Ko'pgina shu YouTube'da ko'raman, elektronika sohasi bo'yicha o'zbekcha ma'lumotlar juda kam. Quyosh batareykalari, bitovoy texnikalar, elektroskuterlar, chet tilda bu narsani juda yaxshi tushuntirib bergan. Ularning ishlash prinsipi, qanday ishlaydi, har bitta miyalarning ishlash prinsipi, har bitta motorlar turi, tuzilishi hammasi juda zo'r animatsion ko'rinishda berilgan. Menda bu narsa imkoniyati yo'q. Qancha qo'llab-quvvatlasangiz, sizlarga aytayin, like bosib, qancha qo'llab-quvvatlasalaringiz, obuna bo'lsalaringiz, men kanalimni shunchalik nima deydi, sizlardan ilhom olaman-da. Sizlardan ilhom olib, o'sha narsani yangilik, yanada yangilik, zo'r yangiliklar kiritib kelaman. Men video qilaman o'sha narsani. Men sizlardan nima deydi, kuch olaman-da bunda. Shundan men energiya olaman. Shuning uchun like-ni ayamay bosingizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lingizlar. Men sizlarga savollaringizga qarab albatta yangiliklar kiritib boraveraman. Qancha men qo'llab-quvvatlasalaringiz, shuncha men sizlarga yangilik kiritib kelaveraman. Albatta bu sizlarga bog'liq bo'lgan. Qiyinchilik joyi yo'q-ku. Obuna bo'ling, like bosing. Tamom? Obuna bo'ling, like bosing. O'sha narsa meni nima deydi? O'sha videoni yangi videolar chiqarishimga menga nima kuch-quvvat bo'ladi. Sizlardan pul talab qilinmaydi o'sha narsada. Iltimos sizlardan like bosing va obuna bo'ling. Men yanada yangiliklar sizga kiritib kelaveraman. Albatta kommentariyaga yozib savollaringizni yozing. Shu haqda bizga video qiling deng. Shu haqda video qilaman sizlarga. Qo'limdan kelganicha. Men qancha qo'llab-quvvatlasalaringiz, shuncha sizlarga yangilik kiritib kelaveraman. Bunday bo'lsa, keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'lingizlar.